تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Şunun qarab bakayla qadrli qandaşlar. Bir kichik bir buvaq balaga anasının quchqida shundoq jimmat bir eg'izimga qilmaydigan bir kichik bola qarab bakayla. Hech bir eg'izga qilolmaydi kichik bola. Buvaq bola. Anasının qo'lqi shu emidu, ya'ni tamaqini yeydi yigizib qo'ygan tamaqini. Shundoq shu qarab turdi. Balaning holatini qalamiz keldi. Bu dadı bechora bo'lsa, mush balaning naslini tayyorlash uchun kech kunduz chepiyotgan, uyning kerakli narsa, balaga kerakli narsalarni tepish uchun butun dadı paypitek olib yurayotgan. Hech bir so'z bola jimmat turib o'zining rohatini qarab boqaydi. Shunchalik rohat bola. Shuning uchun bir shaxs, bir mu'min, muhaymin Robbi bilan birga bo'lsa, ondan qo'sib turib, shunda rohat turib, balaning erishayotgan, hech bir eg'iz gap qilmay erishayotgan bola qarab boqayli. Shuning uchun bir mu'min, Allohni tunigan, Alloh muhaymin Robbi bilan birga bo'lgan bir mu'min qanday bo'ladi? Hamma narsa. U muhaymin zot butun narsaga qodir, hammaga qodir zot bilan birga bo'lgan mu'minning holi qanday bo'ladi? Zakariya alayhissalom hech bir eg'izga qilmagan. Zakariya alayhissalom muhaymin mavzusida kelib qoldi. İznada rabbahu nidaan khafiyya. Sura Maryamda shuna. Zakariya alayhissalom Robbiga nihoyat yushurun nido qildi. Khafiyya. Qadrli qarindoshlar, beshimizga hayoti dunyomizda nurg'un ishlar keladi. Chin qalbimizdan, yurakimizdan Robbimizni jim turgan holat, jimjit holatda qalbimizning eng chuqur qatlamidan Robbimizni ko'rsak. Buni hayotimizda yashab boqaylik qadrli qarindoshlar. Ixlos bilan, sadoqat bilan, haqiqiy rostchilik bilan o'zimizning talab qilayotgan narsa, Robbimizning talab qilayotgan narsa ma'qul, aqlga uyg'un, talab qilinishga loyiq bir narsa, dunyo va oxiratning yaxshiligidan bo'lgan bir go'zal narsani Robbimizning tuvanchilik bilan, shu haqiqiy ixlosmandlik bilan, sodiqlik bilan jim turib, yurakimizning chunqur qatlamidan tilab boqaylik. Shu Robbimizning shu so'zlarimizni, shu tilaklarimizni anglayotganligini, anglab turayotganligini, shu duolarimizni ijobat qilayotgan vaqtlar yurakimizda bir tuyg'u maydonga keladi. Sinab boqaylik, yashab boqaylik buni qadrli qarindoshlar. Robbimizning ash qalbimizning chunqur qatlamlarida tilavatgan shu duolarimizni anglayotganligini va bizga ijobat qilganligidan iborat bir his tuyg'uni his qilamiz. Ya'ni Robbimiz bizni anglab turadi, bizning eng chunqur sirlarimiz qatlamlarining, yuraklarimizning eng chunqur qatlamlaridagi sirlarimiz, fikrlab yuraklarimizning fikrlashini anglab turadi Robbimiz. Buni his qilamiz. Masala ovozni yuqori ko'tarib vaqirab yurishga hojat yo'q. Iznada robbahu nidaan khafiyya. Zakariya alayhissalomning shunchalik yushrun ashu past ovozda qilgan nidosi Allohning 7 qat osmonini teshib o'tib ketgan qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Shu yushrun, shu maxfiy nidosi olamlarning Robbiga yetiklik, ijobat qiliqlik. Robbimiz muhaymin. Bizning Robbimiz muhaymin qadrli qarindoshlar.